To'g'ri maslahat beraman. Sho'purlarga ham rahim qilsin-da endi. Bunaqa qilib har bir sho'purlar to'la olmasin-da. Qarang, piyodalarga bemalol telefonda gaplashib ketishadi. Bularga ham chora ko'rish kerak axir. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Insof bersin shu asho yashilga qarab tursin, qizilga qarab tursin. Bo'ldi. Telefonga qarashavermasdan. Telefonga qarashmasin, iloji boricha. Svetofor ko'k yonib turibdi. To'g'rimi? Qarang, odamlar umuman qaramayapti. Na moshinaga qarayapti, na boshqa narsaga qarayapti. Qarang, turishini qarang, o'rtada gaplashib. Tartibsiz harakatlanishimiz shofyorlarga jarima olib kelishiga o'zimiz sababchi bo'lmayapmizmi? Umuman noto'g'ri. Mana bir ikkita gai bo'lsa, xodimlar tursa, shu o'tayotganlar ushlasa, lekin bu ko'z ochiladi odamlar. Bo'lmasa shopir aybdorda. Maslahatim shuki, mana yo'l qoidalarini, aynan shu peshobodni umuman yo'l qoidalari maktab darslariga kiritish kerak O'zbekiston. Ko'rga hassa qilib qo'yib qo'yibdi. Qizil yurma, ko'k yur. Odamlar ham shunga qarab, shofyorlar ham shunga qarab bo'laveradi. To'plarga bosolmas. Lekin odamlar ham ko'pi ham yaxshi yo'lga qaramayapti. Qizil chiroqqa qaramayapti. Insonlarda ayb bor. Sho'purlarda ham ayb katta, fuqarolarda ham. Endi fuqarolarni yomon deya olmaymiz. Endi ular ham vaziyatga qarab yursa, yana ham so'ralar. Bu texnika-yu, temir. Tormoz ezadigan bo'lsa, vaqtida ushlamay qolsa, shopir aybdor bo'ladi. Shu trotuardan kelgan fuqaro sirazi yurib boryapti, bir kishi shopni uspet qilmayapti, tormoz bergan. Shu fuqarolar ham bizni tushunsa yaxshi bo'lar, kelib biz bu televideniyalarga piyodalarni shu o'rgatishni xohlaymiz. Piyodalar ham shu kelib turib qanchadir muddat 1 minutmi, 2 minutmi bir mashinani o'tib olishini, harakat to'xtashini kutishini, shuni o'rgatishini maktablarda ham, boshqa joylarda ham shuni o'rgatishni xohlaymiz biz. Endi hamma joyda gaylar kerakli joylarda turadi, shunaqa kerakli joylarda turishmaydi gaylar. Kerakli joylarda turish olib jarima olsa, kerakli joylarda turishmaydi. Ilojimiz yo'q, jarimaga tushamiz, yozilamiz. Shofyorlar ham qonun qoidaga rioya qilish kerak, turadigan joyda turish kerak. Ko'p shofyorlar ham amal qilmaydi, lekin to'g'ri piyodalar ham amal qilmaydi. Xabaringiz bor, Andijonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'rinda bo'lsa, Namangan esa darvozalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Albatta, uyingizning eng ko'rikligi bu kirish, ya'ni darvoza chiroyli bo'lsa, bu yog'i ham cho'tki bo'ladi. Namangan darvozalarini bilgan biladi, bilmagan esa endi bilib oladi. Albatta, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumotni esa o'sha yerdan oling. Namangan darvozalari eng ishonchli va sifatli hamyonbop darvozalardir. Bugun gap nima haqida ketayotganini ushbu kadrlar orqali bilib olishingiz mumkin. Gap kelganda doim mutasaddilarni aybdor qilamiz. Lekin qachon o'zimiz tartib, qonun qoidaga, madaniyatga rioya qilamiz? Axir hamma joyda yurish-turishni o'ziga yarasha qonun qoidasi, tartib va madaniyati bor. Xo'sh, biz bunday madaniyatsizlik, tartibsizliklarni aynan mana shunday peshobodlardan o'tayotganimizda ham namoyon qilayotganimizni bilamizmi? Assalom, tuzimisiz? Sog'misiz? To'xtang. Qarang, siz hozir qizilda o'tib keldingiz, lekin svetoforga qaramadingiz, to'g'rimi? Qaradim. Nima unda qizilda o'tdingiz? Qizilda yuriladi. Maktabda o'rgatishganmi? Ha? Uyda ham o'rgatishadimi? Ha? Bunday oqibatlar ehtiyotsizlik oqibatlariga olib kelishi mumkinligini bilasizmi? Ha? Bundan keyin ehtiyot bo'ling, ha? Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Peshobodlardan o'tish qonun qoidasini bilasizmi? Voy, qayerga ketdingiz? Bu yerda svetoforimiz piyodalar uchun qizil turibdi, lekin insonlarimiz shofyorlarga bee'tibor qilgandek qizildan o'tib borishmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otajon, uzr. Svetoforda o'tish mumkin emas holatdasiz. Mana shunaqa holatlarga qanaqa munosabat? Yomon gap bo'ldi, mashina точно qo'ying. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Salomatmisiz? Можно говорите? Не, я не знаю русский. Я тоже не знаю. Может, tushunarsiz, tushunyapsiz-ku? О чем? Svetofor atrofidan o'tayotganda insonlar qonun qoidaga rioya qilmayapti. Я не понял вас, честно. Voy, yomon qildingiz-a. O'rchani bilamidingiz? Go'sh. Assalomu alaykum. Otajon, salomatmisiz? Joningiz tinchmi? Svetofor atrofidan o'tayotganda odamlar qonun qoidaga rioya qilmayapti va buni oqibatida shofyorlarimiz jarimaga tushyapti. Bunga munosabatingiz qanaqa? Munosabatim yomon. Bilishimiz kerak, qachon o'tishimiz kerak, qachon o'tmasligimiz kerak. Sababi kirib olyapti peshovodga, shofyor sababchi bo'lib qolyapti shunga. Bu noto'g'ri, bilishimiz kerak.
bunday aytganda yo'l peshobod qoidasini bilishimiz kerak. Doim sho'purlarimiz aybdor bo'lmasligi kerak. Demak, ayollar ko'proq sababchi bo'lyapti bunga. Ayollarimiz, erkaklarimiz telefon bilan olib boramiz. Sabab shu sho'purlarga jabr bo'lib qolyapti. Salomat bo'ling, joningiz tinch bo'lsin. Onajon sabr qilib turmadingiz lekin. O'zi to'g'rimi? Qizilda o'tish kerakmidi? Men ham bilolmay qolyapman. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Assalomu alaykum. Otajon salomatmisiz? 2 minut vaqtingizni olaman. Fikringizni bilmoqchiman xolos. Svetofordan nima deydi? To'g'ri o'tmaganligimiz uchun ko'proq shofyorlarga jabr qilib qo'yayotganimizni bilamizmi? Bilamiz. Nimaga unda shoshildingiz? O'tib qolibman, yurib qolibman. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Onajon, ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman xolos. Baribir kattasiz, ko'p ko'rgansiz. Onajonim, mana svetoforlardan noto'g'ri o'tishimiz oqibatida bechora shofyorlarga ancha jabr keltirib qo'yapmiz. Bu haqda xabaringiz bormi? Bor. Nima tavsiya berasiz umuman ayollarga, yoshlarga? Yo'l qoidasiga rioya qilishni so'rayman hammadan. O'zingiz rioya qilmadingiz lekin. Salomat bo'ling. Zo'r ishlar qilyapti. Assalomu alaykum ukajon, ikki og'iz fikringizni olmoqchiman xolos. Siz hozir svetofordan to'g'ri o'tdingiz, lekin noto'g'ri o'tayotganlar oqibatida bechora shofyorlarimiz jabr ko'ryapti. Nima deb insonlarga nima maslahat berasiz? Odamlar shu piyodalar o'tish joyidan telefonga qaramasdan quloqchinlarsiz o'tishini tavsiya qilamiz. O'zi joni uchun ham xavfsiz bo'ladi, bu yoqda haydovchilar uchun ham xavfsiz bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Ketdi. Assalomu alaykum. Keling aka, siz ham bir fikringizni oling. Assalomu alaykum. Tog'ajon shoshilmang. Svetoforda noto'g'ri ketyapsiz. Joningiz omon bo'lsin ilohim. Otajon, shu svetofor o'tishga ruxsat berilguncha savolim bor. Svetoforda noto'g'ri o'tayotganlarga nima berasiz? Nima deydi? Nasihat berasiz? O'xshaganga yursin-da. Mayli, sizni tushunsa bo'ladi, yoshingiz katta, yoshlargachi? Albatta, endi qoidaga rioya qilish kerak. Ruxsat bo'lgandan keyin o'tish kerak. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Otajon salomatmisiz? Ikki og'iz fikringizni olmoqchiman xolos. Mana svetofordan noto'g'ri o'tayotganlari oqibatida shofyor hozir shuni gapiramiz, bir ikkita gapirsam achchiq keldi. Umuman noto'g'ri. Mana bir ikkita g'ayya bo'lsa, xodimlar tursa, shu o'tayotganlar tushsa, lekin ko'z ochiladi odamlar. Bo'lmasa sho'pir aybdorda. Demak, bu atroflarda gaylar turishi shart, to'g'rimi? Shartda. Hech bo'lmasa organ xodim bittasi tursa, ikkitasi. Bu yoqda ham bitta. Mana shu o'tayotganlar tushsa, mana hozir shart yuryapti. Ona qarang, ikki yoqali mana. Hozir xodimlasa mana xotin ham yuraveradi. Ular ushlash kerak-da. Aha. Sho'pir aybdorda, bunda qarasangiz sho'pir aybdor. Biz ham sababchi bo'lib qolyapmiz qaysidir ma'noda. To'g'ri. Lekin albatta gay xodimlarini turishi har ikki tomonga manfaatli. Juda to'g'ri so'zladi. Aslida to'g'ri bo'ladi, haqiqat bo'ladi. Salomat bo'ling otajon, joningiz tinch bo'lsin. Assalomu alaykum. Opa salomatmisiz? Joningiz omonmi? Turmush o'rtog'ingiz shofyordir. Shofyormasa, mayli, bu shofyorlar faqat shofyorlar uchun manfaatli emas, odamlar uchun ham juda kerakli savol. Mana peshobodlarda svetoforlarga qaramasdan harakatlanayotgan insonlarimizni sharofati bilan ayrim shofyorlarimiz shtrafga solinyapti va bir-birimizga sababchi bo'lib qolyapmiz. Nima deydi? Noto'g'ri xatti-harakatlarimiz bilan. Nima deb o'ylaysiz va nima maslahat berasiz odamlarga, nima nasihat berasiz bu borada? Maslahatim shuki, mana shu yo'l qoidalarini, aynan shu peshobodni, umuman yo'l qoidalari maktab darslariga kiritish kerak O'zbekistonda. Men o'zim 23 yoshimda Rossiya davlatiga borganimda, shunaqa katta avtobusda menga to'xtab yo'l bergan. Men uni tushunmaganman. Chunki 23 yoshimda tushuncha bo'lmagan. Rossiya davlatiga borib, shu yo'l qoidalarini o'rganganman. Peshobodda o'tishdi, yo'l kesmaslikda, shu narsa qonun-qoida Rossiya davlatiga borib 23 yoshda o'rganib kelganman. Bizda O'zbekistonda darslarga qo'shish kerak. Bolalarni yoshligidan ongini o'stirib, shu narsani qonunga kiritish kerak. Shunda yo'l harakat qoidalariga rioya qilish madaniyati oshadi. Oshadi, odamlarning ongida bo'ladi. O'zini joniga ham, yo'lovchilarga, masalan, oddiy misol, xo'jayini mashinasi bilan ketyapsa, odamlar yo'lni kesib o'tsa, xo'jayini shunaqa haqoratli so'zlar gapiradi-da, shu yo'l kesib o'tayotganlarga. U gapni eshitib, meni etim jimirlaydi. Lekin ular o'zi aybdor shu so'zni eshitishga. Lekin shu narsalarni oldini olish uchun maktab darslariga kiritish kerak, bolalarni yoshligidan ongiga sindirish kerak shuni. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Yigitlar, salomatmisizlar? Ikki og'iz fikringizni olaman. Ukajon, xudo xolasa kelajakda avtomashinangiz bo'ladi, shofyor bo'lasiz siz ham. Bunga xudo xolasa imonim komil. Mana shunaqa peshobodlarda
svetoforlarda to'g'ri o'tmayotgan yo'lovchilarimizni nima deymiz, kasriga deymizmi, shofyorlarimiz shtraflarga solinyapti. Nima deb o'ylaysiz, bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, lekin odamlar ham o'ziga bog'liq. Nima deydi, shu iloji boricha qoidaga rioya qilib o'tgani yaxshi deb o'ylayman-da. Hozir yaxshi ish qilishgan, jarimaga tortib, lekin ba'zi bir mashinalar, baribir avtomobillar tez yurganda nima desa bo'ladi, shu odamlar avariya holatlari ham uchramoqda, baribir ikkosiga ham bog'liq. Yaxshi ish bo'lgan, lekin jarimaga tortishdi deb o'ylayman. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Tog'ajon, salomatmisiz? Ikki og'iz fikringizni olmoqchiman. Manaqa peshobxodlarda, odam gavjum joylarda, svetoforda harakatlanayotgan odamlarni noqonuniy harakatlanish oqibatida shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Men qarshiman. U masalan, ana shu hozir ba'zi hollarda bunday bo'lib qoladi-da, kelib turib oladi-da, o'tmay turib oladi. Hali o'tiribni ham keltirib chiqaradi, noqulaylik chiqaradi. Ana shularni o'ziga jarima yozish kerak. Shuni o'rganib chiqish kerak. Bu qayta o'rganish kerak bularni. Mening fikrim shu. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Yigitlar, salomatmisizlar? Ikki og'iz fikringizni olmoqchiman aka. Ana qonunni buzib qo'yib, qochishni qaranglar. Kattalar yaxshi maslahat beradi baribir. Assalomu alaykum. Otajon, joningiz omonmi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Otajonim, mana shunaqa gavjum joylarda, svetofor atroflarida, svetofordan harakatlanayotganda peshobxodlarda insonlarimiz juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yyapti va buni oqibatida shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Nima nasihat berasiz yoshlarga, ayollarga, o'sma insonlarga? Hamma o'zini nimasiga qarab yursa bo'laveradi. Mana ko'rga hassa qilib qo'yib qo'yibdi. Qizil yurma, ko'k yur. Odamlar ham shunga qarab, shofyorlar ham shunga qarab yursa bo'laveradi. Buning uchun ozgina madaniyat shakllanishi kerakmikin? Nima deb o'ylaysiz? Madaniyat shunday ozgina o'rgatishimiz ham kerak. Hozir ayniqsa men o'zim ham rulda yuraman doim. Shu yo'l bizniki bo'lsa ham mana shunaqasiga to'g'ri qarab yuraveradi. Yo'l harakati qonun qoidalariga yana ham ozgina bir nima deydi, to'ldirish kiritish kerakmikin, zamon taraqqi etyapti. Peshobxodlar bilan ham gaplashish kerak. Da, salomat bo'ling otajon, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Yigitlar, salomatmisizlar? Ikki og'iz fikringizni olmoqchi edim. Mana shu svetoforlarda noto'g'ri harakatlanayotgan ayrim insonlar sababli shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Munosabatinglar qanaqa? Munosabatimiz yaxshi. Yaxshimi? Yo'q, yomon. Endi hamma yo'l qoidalariga rioya qilib yurish kerak. Hamma o'zini fikri bilan. Masalan, mana bekaga zina qo'yilmayapti. Bundan sabr qilib turish kerak. Sabrli qilsangiz hammaga erishasiz deydi-yu. Shuna bo'lish kerak deb o'ylayman. Madaniyat bilish kerak-a? Madaniyat bilish kerak. Salomat bo'ling akajonim. Assalomu alaykum. Onajonim, salomatmisiz? Charchamasdan kelyapsizmi? Onajon, ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman. Qarab tursam, svetofordan noto'g'ri o'tdingiz. Ahamiyat bermadingiz. Mayli, tushunaman. Lekin nima deb o'ylaysiz? Biz mana shunaqa noto'g'ri harakatlanishimiz bechora shofyorlarimizga jarima keltiryapti. Bu to'g'rimi? To'g'ri, jarima keltiryapti. Uzr bilmasdan o'tib qo'ydim. Doim bunaqa e'tibor berardim svetoforga. Nima hayolda hozir o'tib kelib oldim. O'zi ehtiyot qiling. Onajon, joningiz tinch bo'lsin. Assalomu alaykum. Akajonlar, salomatmisizlar? Ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman xolos. Peshobxodlarda noto'g'ri harakatlanayotgan ayrim piyodalar mana shu svetoforlarga munosabati noto'g'ri bo'lganligi tufayli shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Munosabatinglar qanaqa? Sho'purlarga bosamiz. Lekin odamlar ko'pi ham yaxshi yo'lga qaramayapti. Qizilchiroq qaramayapti. Insonlarda ayb bor. Lekin tayyor xudo qilib qo'ygan, yurishmayapti, bular qilmayapti. Sho'purlar tarafini olaman. Ularga bosamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Qizlar, salomatmisizlar? Ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman. O'qituvchi bo'lsanglar kerak. To'g'ri bildimmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa peshobxodlarda, svetoforlarda noto'g'ri harakatlanayotgan piyodalar sababli shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Bunga ko'proq kim sababchi bo'lib qolyapti? Piyodalar. Nima deb o'ylaysiz? Maktablarda ushbu yo'l harakati qoidalari yana ham oldin kiritilganmi, o'zi bormi? Bor edi, hozir ham bor. Demak, mana zamon taraqqi etyapti. Piyodalar ko'payyapti, mashinalar ko'payyapti, yo'l qonun qoidalari o'zgaryaptimi, o'zgarmayaptimi bilmayman endi shofyor bo'lmaganligim uchun. Lekin mana shu yo'l harakati qoidalarini yana ham mukammallashtirish kerak deb o'ylaysizmi? Zamonga qarab.
Nima? Piyodalarga ham jarima solish kerak. Buzganligi uchun qoidani. Endi ular masalan piyodalar bilmaydi-yu, buzyaptimi, buzmayaptimi agar xabari bo'lmasa, Mashina kelayotganda to'xtab turish kerak-ku. shuni mukammalroq darslik sifatida o'tish kerakmi? Kerak, kiritish kerak. Biz buni tavsiya qilamiz mutasaddilarga, xudo xolasa, o'rganib chiqishadi degan umiddamiz. Bu albatta kelajak avlod uchun ham, kattalar uchun ham juda foydali bo'ladi. Assalomu alaykum. Akajon salomatmisiz? Mana shunaqa svetoforlarda piyodalarning noto'g'ri harakatlanishi tufayli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima deb odamlarga bir aniqib berasiz? Endi odamlar ham o'zini yo'lida o'tgani yaxshi deb tavsiya beramiz. Jarimaga tortildingizmi? Ha, 2-3 marta shu peshovodda tushdik. Salomat bo'ling. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Akajon salomatmisiz? Piyodalar noto'g'ri harakatlanganligi tufayli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Insonlarga nima maslahat berasiz? Endi qonun qoidaga amal qilishsin, hamma tartib bo'lsa hammaga yaxshi bo'ladi. Endi bekardan shoferlar ham jarima to'lamasa kerak. Siz ham jarimaga tushdingizmi? Yo'q, peshobod bo'yicha hali tushmadik. O'zingiz ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Mana shunaqa peshoxodlarda odamlar piyodalar noto'g'ri harakatlanganligi tufayli shofyorlar jarimaga tortilish holatlari bo'lyapti. Nima maslahat berasiz odamlarga? Shu qoidaga rioya qilsa bo'ldi. Siz ham jarimaga tortildingizmi? Tortilganmi? Aynan mana shunaqa yo'llar. Peshovodda. Ha. O'zingiz ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shunaqa peshoxodlarda piyodalar noto'g'ri harakatlanishi tufayli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Odamlarga nima maslahat berasiz? Imkoniyatingiz bor? Ha, endi svetoforga qarab yursa bo'lardi. O'zingiz ham jarimaga tortilganmisiz? Xudo saqlasin, qo'ying. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Otajon salomatmisiz? Mana shunaqa peshoxodlarda odamlar piyodalar noto'g'ri harakatlanishi tufayli shofyorlar jarimaga tortilib qolyapti. Insonlarga nima maslahatingiz? Qoidaga amal qilish kerak-da, bo'ldi shu. O'zingiz jarimaga tortilmadingizmi? Tortilganman men ham, bu meni farishta emasmiz, tortilganmiz. Aynan mana shunaqa joylarda. Ha, shunaqada bo'lgan, shunday holatlar bo'lgan. Ha, kechirasiz meni yaxshi. Salomat bo'ling, rahmat. Hozir siz noto'g'ri harakatlanayotganingizni bilasizmi? Yo'q. Nima maslahat berasiz? Odamlar mana shunaqa noto'g'ri harakatlanish oqibatida shofyorlar jarimaga tortilyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Endi odamlar ham e'tiborli bo'lish kerak, menimcha shu. Shu jumladan o'zingiz ham? O'zim ham. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Mana. Oy. Ana katras. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Piyodalar noto'g'ri harakatlanishi tufayli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima maslahat berasiz odamlarga? Insof bersin shu yashilga qarab tursin, qizilga qarab tursin. Bo'ldi. Telefonga qarashavermasdan. Telefonga qarashmasin, iloji boricha. Salomat bo'ling. Joningiz omon bo'lsin. Tinch bo'ling. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Piyodalar noto'g'ri harakatlanishi tufayli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima maslahat berasiz odamlarga? To'g'ri maslahat beraman. Shoferlarga ham rahim qilsin-da endi. Bunaqa qilib hadeb shoferlar to'la olmasin-da. Qarang, piyodalarga bemalol telefonda gaplashib ketishadi. Bularga ham chora ko'rish kerak axir. Salomat bo'ling. Joningiz omon bo'lsin. Ming bor uzr. Omon qildik-a. Bo'ldi endi odamlarga o'tdi. O'tib ketdi. Assalomu alaykum. Otajon, ikki og'iz fikringizni olmoqchiman xolos. Otajon, mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, hatto o'zingiz ham hozir noto'g'ri harakatlandingiz svetoforda insonlarning noto'g'ri harakatlanishi oqibatida shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bunga kim aybdor? Endi albatta piyoda aybdor bo'ladi. Piyoda men hozir 5 bor edi, 5 ta ulgurdim. Ha. Shu. Mayli, joningiz omon bo'lsin, sog' bo'ling. Farishtam, to'xtab turing, 2 minut ikki og'iz fikringizni olaman. Hozir siz piyodalar o'tish joyida noto'g'ri harakatlandingiz, ha, to'g'rimi? Buni tan oling. Nima deb o'ylaysiz? Mana biz mana shunaqa noto'g'ri harakatlanishimiz oqibatida aka-uka, tog'a, amakilarimiz jabr ko'ryapti, ya'ni shofyorlar jarimaga tortilyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Opajon, shashilayotgandim. Bundan keyin shashilmang, ehtiyot bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Piyodalar noto'g'ri o'tishi sababli shofyorlar jarimaga tortilyapti. Nima munosabatingiz? Munosabatim vaziyatga qarab yursin haydovchilar, yo'lovchilar. Shu. Salomat bo'ling. Tabatinglar qanaqa? Endi fuqarolarimiz ham O'zbekiston Respublikasida mana qonun ustuvorchilik bizda kuchli. Pravillar bilan yursa, birovga xalaqit bermaydi. Endi fuqarolar ham qanaqa? O'qigan, o'qimagan farqi bo'ladi-yu, oliy ma'lumot bilan o'rta maxsusda.
shuning uchun mana hozir emas holatda mana sho'pirlarni ham aybi katta, fuqarolarni ham. Endi fuqarolarni yomon deya olmaymiz. Endi ular ham vaziyatga qarab yursa, yana ham zo'rlar. Bu texnika-yu, temir. Tormoz ezadigan bo'lsa, vaqti ushlamay qolsa, sho'pir aybdor bo'ladi-da. Shu endi fuqarolar ham o'zini bilib yursa yaxshi-da. Meni fikrim, shu trotuardan kelgan fuqaro sirazi yurib boryapti, bir kishi sho'pir uspet qilmayapti tormoz bergani. Shu fuqarolar ham bizni tushunsa yaxshi bo'lar, kelib peshobodda 2 ta bo'lguncha, 3 ta bo'lguncha bir-birini kutib tursa yaxshi bo'ladi yoki yoki birinchi palasidan o'tmay tursa yaxshi bo'lardi. Hali sheriklarni kutib turib. Yoki bu piyoda bu yerdan kelayotgan 60-50 kelayotgan haydovchilar piyoda sirazi ulgurmasdan yo bir avariya holatini kelib chiqishi mumkin yoki bir-birini kutib, bir munosabat bo'lsa yaxshi bo'lardi demoqchimiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa tushunchalar maktablarda yo'l harakati qoidalari darsligi tarzida olib boriladi. Bu narsani mukammallashtirish kerakmi yoki bir yana ham qo'shimchalar kiritish kerakmi? Biz bu televideniyalarga piyodalarni shu o'rgatishni xohlaymiz. Piyodalar ham shu kelib turib qanchadir muddat 1 minutmi, 2 minutmi bir mashinani o'tib olishini, bir harakat to'xtashini kutishini, shuni o'rgatishini maktablarda ham, bir boshqa joylarda ham shuni o'rgatishni xohlaymiz biz. Madaniyat rivojlanishini istaysizlar. Salomat bo'linglar, joninglar omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Ukajon, salomatmisiz? Piyodalar noto'g'ri xatti-harakati tufayli svetoforlar atrofida shofyorlar jarimaga tortilish holatlari bo'lyapti. Munosabatingiz qanaqa? Munosabatimiz yaxshi. Endi nima qilamiz? Jarimaga yozilyapmiz, ko'p tushyapmiz, to'layapmiz. Iloji yo'q, nima davlat qilgan ishi endi bu. Nima deb o'ylaysiz? Bu borada yo'l harakati qonun qoidalariga amal qilish chora-tadbirlarini qanaqa qilib amalga kiritishimiz mumkin? Shu endi hamma joyda gaylar kerakli joylarda turib oladi, shunaqa kerakli joylarda turishmaydi gaylar. Kerakli joylarda turishib olib jarima olsa, kerakli joylarda turishmaydi. Ilojimiz yo'q, jarimaga tushamiz, yozilamiz. Shu. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Akajon, salomatmisiz? Joningiz omonmi? Ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa peshobodlarda, svetofor atroflarida piyodalarning noto'g'ri harakatlanishi oqibatida shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Munosabatingiz qanaqa? В этом первый автомобилем мешается пешеход полосами, вот поэтому он слышит. Ну, моего личного мысли, чтобы не надо так что делать первым. Еще штраф тоже неправильно же, потому что шоферы здесь не виноваты, да? А вот мы... Nima deb o'ylaysiz? Bu borada biz xalqimizni yo'l harakati qonun qoidalariga rioya qilish tushunchasi kamroqmi yoki bu darsliklarni mukammal darajada yetkazib bera olmayapmizmi? Ommaviy axborot vositalari yoki maktablarda bu narsaga yana bir qayta bosh qotirish kerakmi mutasaddilar? Да, конечно, bosh qotirish kerak. Bular no maktabdan, 1-sinfdan boshlab yo'l qoidalarini hammaga tushuntirib borish kerak. Birinchi navbatda shu eng muhimi deb o'ylayman. Chunki yoshlikdan o'rganib borsa, yo'l qoidalarini shu уже взрослыйga yetguncha hamma yo'lda bilib olishadi, yo'l qoidalariga amal qilishadi. Demak, mutasaddilarimiz bu borada bosh qotiradi degan umiddamiz. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Onajon, qochmang. Ikki og'iz nasihatingiz, fikringizni olmoqchimiz xolos. Qarang, mana peshobodlarda piyodalarning noto'g'ri harakatlanishi oqibatida svetofor atroflarida demoqchiman, shofyorlarimiz jarimaga tortilyapti. Munosabatingiz qanaqa? Ha, to'g'ri. Piyodalar o'tadigan yo'lda o'tish kerak. Svetoforlar qo'ysa amal qilish kerak. Haqiqatda ko'p avariyalar bo'lyapti. Shofyorlar ham hali qonun qoidaga rioya qilish kerak, turadigan joyda turish kerak. Ko'p shofyorlar ham amal qilmaydi, lekin to'g'ri piyodalar ham amal qilmaydi. Ko'proq piyodalar ham amal qilmaydi, shofyorlar. Shofyorlar ham. Shuning uchun hamma o'zining qonun qoidasini bilish kerak deb o'ylayman. Shaharda madaniyat shakllanishi kerak. Nima demadingiz? Ha, to'g'ri, gapingiz to'g'ri, haqiqatdan. Salomat bo'ling onajon. Joningiz tinch bo'lsin.